Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishingizni qizg'in qarshilamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli qarindoshlar, oldi bilan 4-5 kundan buyon ekran yuzida sizlar bilan ko'rishamay biroz og'rib qolish sababidan ekranda bo'lolmadim. Barliq qarindoshlarimiz dunyoning har qaysi yerlardagi qarindoshlarimizning mayda ijtimoiy usul vositalar orqali bo'lsin yoki bevosita telefon orqali bo'lsin. Ahval so'rab, ko'ngil bo'lganligi uchun, duolarda bo'lganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. To'liq saqib bo'lmagan bo'lsam, bugun inshaalloh yana shu xizmatningki aldirashligi, taqozosi, xizmat ishqi yana bu yerga olib kelib bo'lgan ekranda sizlar bilan yuz ko'rishib o'tiribmiz inshaalloh. Rabbim ömrümüzden oxirigacha fursatimiz yetgan muddatcha bu xizmatni qilishga muyassar qilsin. İnşallah bugungi suhbat programmamizda shu necha kun burun butun dunyodagi qarindoshlarimizni suyundirgan, bularning erkinlikka, erkin nafas elib haqiqiy hurlikka erishishigacha bo'lgan ta vatanimizdan hicret qilib yo'lga chiqib shu Xitoy tajovuzchilarining vatanda bir normal bir insondek nafas elib yashashga ehtimol yo'q bo'lgan shu vatanning shu zo'r qiyinchilik sharoitlaridan bir erkin bir dunyoda bir insondek bir yashab boqayli deb shu niyat bilan yo'lga chiqib 5 yildan ortiq vaqtdan keyin andin deb bir erkin nafas elishga bir qancha kun burun erişken 11 nefer ahırda Malaysiya ta vatandan çıkıp Tayland'dan bir yerde nurgulluğun cepalı hicretlerini kılıp seferini kılıp onun kendi o yerde tutulup Tayland'ı netçi yetip onun kendi Malaysiya'da yetip ahırda Malaysiya'nın ki adaleti bilen bulanın bir günah işkellikini ispatlışı bilen bulanın koyup verişi bilen Türkiye'ye gelip Türkiye'den yani bir kança aylap bir yerde işlemleri, bir yerde icraatla tügep ahırımı şu 13 gün yana 29. güne erkinlikке erişken 11 qarindoshimiz erkinlikке erişti. Bunun haberlerini her qaysi uçur vasıtlardan qarindoshimizdan dünyanın her qaysi yerlerdeki qarindoshlarimiz bunu anladılar. Nayet hoşal bulduk hammayla. Bugün inşallah ekranımızda şu 11 qarindoshimizga vakaleten aslında 11 qarindoshimizdan hammasi keldi stüdyomuzga. Mesela programdan biraz paranlaştık, hem sohbette bulduk. Elbette hemmisini ep çıkıp hemmisininki her xil hikayeler var inşallah bunun keyinki bölümlerimizde ularning hayotiga maxsus bo'lgan programmalarni inşallah işleyimiz. Ama bu 11'sininki hemmisininki tutulushi türmelerde Tayland'da bo'lsin, Malaysiyada bo'lsin, yetishi türmeden qaytishi bu jarayonlarning hammasi o'xshash maydonda yuz berganligi uchun shu qarindoshlarimizni ichida ikkalan vaqt munosabati bilan bu jarayonlarni bizga anlatib bermoqchimdi. 5 yildan ortiq qiyinchilik turma hayotidan keyin erishilgan bu erkinlikninki qissasini, buning bir jarayonini bu ikki qarindoshimiz anlatib bermoqchi bo'lgan studiomizga bu ikkisini olib chiqdik. Birinchisi Yusufjon Ahmad qarindoshimiz, ikincisi bo'lsa Hasanjon Imom qarindoshimiz. Ikkilasidan qimmatli vaqtini chiqarib kelib berganligi uchun oldindan ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Alloh razı olsun. Bizdan sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Bu programmaga ishtiroq qilish fursatiga ega qilganligingiz uchun. Alloh har bir ishimizni o'ngishli qilib bersin. Alloh razı olsun. Oldindan men 11 qarindoshimizning hammasi studioning sirtida bizni ko'rib turibdi. Ben ismini bir başına okuyacağım. Ekranda mı çıkıp durdu ekranlarda. Biz abay programında burun sohbette bulduk. Bu iki mihminimiz olsa stüdyomuzda. Bu kutluğun erkinlik erişken 11 qarindoshimizniki üçüncüsü Muhammed Reşit. Şu 11 qarindoshimizning içindeki arasındaki yaş jihatda eng cho'ng bo'lgan 56 yoshga kirgan bir akamiz. Dördüncüsü Abdurrahmanjon, beşincisi Osman Nasir, altıncısı Yasin Ömer, yedincisi Mustafa Muhammed Emin, sekizincisi Abdüsemet Abdullah, dokuzuncusu Abdullah Emin, onuncusu Abdülkadir Mümin, 11'incisi Süleyman Muhammed Emin. Şu 11 qarindoshimiz erkinlikka erishgan bo'ldi. 2018 yılı
12 yana 29 günü Türkiye'de bütün icraatları bula neçe aydan buyon ayrı durumda turayotgan temdi. Barliq icraatları tugab qo'yib berilgan bo'ldi hamda erkinlikka erishgan bo'ldi. Endi bularninki umumiy qissasini ikki qarindishimizdan anglaymiz. Oldi bilan ikkisiniki qisqacha oldi bilan Yusufjon sizdan boshlasam. Qanday bo'lib qachon vatandan chiqishga bu Taylanddagi qiyinchilik hayot, turma hayoti, Malayziyadagi so'zlashdan burun sizningki bir vatandagi nima ish qildingiz, qanday vatandan chetlarga chiqib qolishga xiyoli kelib qolgandingiz, nechinchilar bu ishlarni sizni bir tunib o'tsak bir qisqacha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Men Shayx Turkistonning Xotan viloyati, Xotan nasibdan bo'laman. İsmim Yusuf Ahmet. Xo'sh. Men 2013-yili bu JSP'ga atlangan. Bunun oldida asosiy mening bu yerga chiqishga turtki bo'lgan sabablardan men buni qancha desammi, uni so'zlab tugatolmayman. Men deyishga tegishli bo'lgan so'zlarni men 2013-yili vatandan ayrilgan. Ondan keyingi bo'layotgan ishlar ta hozir kelguchi bo'lgan ishlar nurg'un videolarda, nurg'un suhbatlarda olsun, bütün xalqaro ma'lumotlar hammani bilib yetdi. Shundoq bo'lsa-mu, men shu vaqtdagi zulmlardan ko'plab zulm, xo'rliq, kamsitish va bir aykillikda tutgan narsani o'g'iz ochib qilolmayotgan shu sharoitda bo'lg'achqa ko'nglimga bu zaminda bir chiqtay. Nima ish qildingiz vatanda? Vatanda asosan boshda anam dadam yashinib qolgan. Shunaqa yordamlashib boshqa qilim, boshqa tijorat kasblar bilan shug'ullanadi. Xo'sh. Men anam dadam bilan birga olib ketdim cho'nglar bilan. Asosan shularning yordamlashib ketyaptim. Shundan keyin 2011 oyida 2013dan boshlab meniki bir acamning yo'ldoshi bor, kelgan. Shuning yetaklishi bilan shu tosh elib satgan ishlarga tijoratga boshladim. Ondan keyin shu qalbimda shu bundan burun 2000 asosan mana chiqishga sabab bo'lgan narsa 2009dagi Chihuahua 7-aydan boshlagan. Shundan keyin chiqatmasak haqiqatan bizga bu nafas og'ilmadi bu yerda. Nafas og'ilmadi. Kundan kun qisqalangan haqiqatan o xo'yliqdan bizni odam qatorida, inson qatorida ko'rmayotgan bu ayvonlar. degan ishtiyoq bilan shu 2009 yani chiqitmasak bo'lmaydigan degan ishonch bilan har xil yo'llar orqali tirishgan bo'lsakmi, unaqa ishonmadik 2013 oyi 2014gacha. Yani pasport elishga urinib paxtani ishxonada ko'p tirishdik hamda 2014gacha. Bo'lmagandan keyin shu 2013-yilda hech fursat olmadi. Bir tijorat qilg'achchilarmda bir iqtisod o'satib. Shu akimiz bilan birga tashib satib, shu mahalladan tashib, ichki o'lkalarga akib satib deganda shu ishlarni qilyapti. Xo'sh. Shu qilgandan keyin shuni bilan endi bilsa shu ichki o'lkada uchqab qilib, shu ba'zan shu vatanda bo'layotgan ishlarni men aska aytgan bo'ldi. Shuning bilan shu kishining taklifi bilan u kishi shunda bir shu Xitoy hukumatiniki Turkistonga elib bormoqchi bo'lgan eg'iz zulm suiqasdini o bilimli bir ziyoli kishi ekan bu. Bana dedim shunda qilyapti bular. Bundan keyin taxmi askilashib ketadi. Shu sen imkon qadar chiqatgan bu yerda tomay chiqatgan. Bular bundan keyin taxmi ishlarni chiqatadi Turkistonda sen. Yaxshi emas. Chiqatganda imkoniyatim bo'lsa chiqatgan dedi. Xo'sh. Shundan keyin men taxmi chiqishga bo'lgan ishchoq taxmi qalbimda tankin tepib bo'ldilar chiqdi deb. Shu izlangancha pasport qilgandim. Hattoki 85 ming pulga bir pasport olib ketgan bo'lgan bilsan. Deyishgandan keyin adada shuning bilan 6-7 oy saqladim, o pasportni chiqib bermadi, pulni bergan oldin ala. Anaqasi bo'lmaganligi bir hotelda qolib qolganligim uchun
sen xotellik kelsa, nupusingni boshqa yerga o'tkagandan keyin ham bo'lgan. Sen pasport bularni senikini qabul qilgan unimida men amal qilaman dedi. Shuning bilan pulni qaytib bergan bo'ldi. Azroq qismini olib qolib. Shuning bilan qanday qilay deb yana shu izdinish orqali shu 2013 ning oyig'i men ishga yana shu savdo tijorat bilan kelgan shu boshqa do'stlarning shu yo'llar orqali shunga Turkiya va boshqa davlatlarga chiqayotganligini xabar menga anglandi. Shundan keyin men shuni o'tishib boshqalar bilan aloqalashib bu yo'lni tanladim. Bu yo'lni tanladim. Xo'sham bir şey bir qistirib qo'ygan narsam shu dunyoning boshqa tillarga tarjima qilasizmi? Yani siz 85 ming so'm Xitoy puli bilan pasport elishga tirishib qilibsiz va olamabsiz. Yani sizga o'xshash yüzligan, minglagan xalqimiz bor-da, ham deydi. Xitoylar o'z fuqarolariga, o'zininki xalqiga yani 85 qo'y bo'lishi mumkin. Yoki bo'lsa 15-20 dollar qimmatidagi narsa pasport. Uyga akab birdi o'zining fuqarosiga. Ana shundaq bir qimmatdagi shunchalik bir pasportni bizning xalqimiz 85 ming, hatto 200 ming ashunda pulni beribmi ololmay qilgan, minglagan va shundaq pulni berib shurib elib chiqqanlar va shu pulni xashlabmi hech qanday narsaga erishamaganlar va shuning bilan ana hech qanday pasport holatda majburiy shu o'zining erkinligi uchun, insondek yashashi uchun chat shu erkin bir dunyoga chiqib bir nafas olay deb sarsanchilikda yillarcha mana shu qarindoshimizga o'xshash o'zining bir erkinligiga 5 yildan ortiq sarsonlikdan keyin erishgan qarindoshlarimiz bor va yo'lda erishamay bu shu yo'lda nurg'un narsili bolalarimiz uylab ketgan, kasal besib uylab ketganlar va xonavayronchilik uchrab ketganlar va mana shu bugun 21-asrda Uyg'ur xalqi Uyg'ur bo'lib qolganligi uchun o'z zaminning fuqarosi bo'lib qolganligi uchun Xitoyning gapini sen xotellik bo'lganligi uchun yani tuproqning egisi bo'lganligi uchun Uyg'ur bo'lganligi uchun sana bo'lmaydi ekan degan javob chunki ular pulidan olinmagan bir xalq bugun yer sharda yashayotganligini bildirdi. Bu boshqa bir tilga tarjima qilinsimi? Xitoyning jinoyatini isbotlash uchun intayin muhim bo'lgan bir isbot deb buni qistirib qo'ydim. Sizni mishada to'xtab tursak ham sizning tam shu vatandan ayrilishga shu qari yo'lni tanlab menishingiz sabab bo'lgan narsa keldik. Endi Hasanjon imom biz sizninkini biroz anglasak ham. Bilan ekran orqali qandoshlarım bilan yuz ko'rishganligimdan xursandman. Rahmat. Men 2013 ning oxirisi 14 ning boshlari bu yo'lni tanladim. Ismi Xotandimi yoki? Men Qashqardan. Qashqardan. Ismim Hasanjon. Men 2013 ning oxirisi 14 ning boshlari bu yo'lni tanladim. Bu yo'lni tanlab bu yo'lga menishdagi asosliq sabab hammamiz bilamiz hamda Xitoyning planliq tug'ut siyosati Uyg'urlarga bo'lgan bostirishini ayta kuchli ekan. Biraz uylikroq qilasiz. Shu men tug'ilgan zamonlarda bekli kuchli ekan bu. Nechinchi yil tug'ilgan? Men 91-yil tug'ildim. 91. Shu sababdan Uyg'urlarga da ko'p farzandlik bo'lish nimasi cheklangan. Ortiq farzandni nupus qolmaydi, siyosatda. Shu sababdan men nupussiz qolgan bir farzandman. Shuning bilan o kichik vaqtlarimizda bizga nupus lozim bo'lmagandan keyin shunda o'tib yuribdik. Machon bo'lgandan keyin bizga bu narsalar intayin zarur lozim bo'ldi bu. Unda eng muhim berib kelish yo'lda nurg'unlagan masalaga bu narsa lozim bo'ldi. Lekin men buni nurg'unlagan tirishgan bo'lsaqmi, pullarni xarjlagan bo'lsaqmi, buni faqatla hal qilolmadik-da endi. O shahardan mashariga o'tishlarda nayga o'tish mahalladan nayga o'tolmaysizlar. Shu jarayonda shu narsa bo'lmasa biz o'tamaymiz-da endi. Bek zarur kelib qolganda shu boshqalarnikini ishlatib turib degandek shunda o'tib nurg'un yerda tutilib qilib ularning so'roq nimasiga tushib degandek shunda xorliqlarda bo'ldim. Shunda turayotgan kunlarda hamda shu nupsimni hal qilish, undan keyin boshqa masalalar to'g'riliq to'rda boshqalar bilan nazar paranglashdim-da, Bilak shahridagi yaqinlar bilan. Shuning bilan bular bilan shu to'g'riliq paranglashdik, ammo sirtga qarindoshlarimiz to'g'riliq undan
shularninki ancha-muncha yo'llagan xabarlari degandek narsalarni menga yo'llab bergan bo'ldi. Shunday qilib shu narsalarni ko'rib qilsak, buni bu guylar sizib qolibdi-da. Sizib shu 2011 birinchi Erkin dunyo bilan aloqalashganlik. 2011 birinchi oydan tortib ta 4 oygacha bo'lgan oraliqdagi barliq shu men paranglashgan checheninki nimalarni barini tekshirib shuni arxiv qoldirib shunda menibdi. Xo'sh, bir kunlarda shu torxonaga kirib shu yerda qoldigan gap so'zlarni ko'rib men javob qaytarib shu torxonadan chiqsam, shu atrofga odamlar kelib bo'libdi ekanda, shu davlat bexatarlik. Men uqmabdim uni. Shundan bilan men sirtga chiqib bir qarindishimga telefon oldi, bir qarindishim telefon oldi. Ko'rishadigan bo'lib, shundan qiziq ketib qolsam, shu bir kichik bir kirkitadigan cho'ng yo'ldan va kichik ko'chib kirkitadigan bir yerga shuni oldiga kelganimda shu cho'ng yo'ldan shu ko'ch tarafga shartli mashina birisi kelib lan to'xtadi oldimda. Uni bo'lganda atrofimga qarab bo'lguncha mashinadan bir nechadan tushib lakinda tutib qolamni keyin qarab. Kallam xaltın keygizdi. Nima bo'lganligini uqolmayli qoldim endi. Shuning bilan 2010-chi? 2011. 11. Shundan bilan xeyli uzoq mashinadan yangi cho'giltib bir yerga kirdi. Bir yerga kirib shu davlat bexatarlikning odamlarkenda bu. Shundan bilan shu so'roq qilib urib tillab degandek telefonimdan iliqqa bir qarindoshlar yo'llab berib shu narsa chiqib qoldi. 24 soat ortiq yo'q meni shu so'roq qilib urib tillab degandek shunday qilib eynimda azroq pul bir narsalar bordi. Shuni ep qilib shu sana shu torni kim o'rgatgan, shuna bir narsani tushirishni kim o'rgatgan, shunda o'rgatib qo'ygan odamni bizga deb bersang, shuni tutib bersang. Endi pullarni qaytarib beramiz. Vaqt sana kimlikni beramiz, pasportni beramiz, xohlagan ishingni qila olasizlar. Bizga ishlar deydi. Deb meni shu shart bilan shunda dedi-da ular. Shu chiqib agar pulingni olmoqchi bo'lsang, sen nupus qo'ymoqchi bo'lsang, shu bizga tutib bergin deb shu bilan 24 soatdan keyin meni nurg'un narsalarga imzo qo'ydirib. Ular yana shu kallam xoldini kelgizdi. Mashina chiqarib bir yarim cho'giltib bir yerga kirib tashlab qo'ydi endi. Shuningdan buyon bir xil keynimda adam kirib olgandek qo'rqinch edi. O'zimninki burunqi normal ishlarimni qilolmayman endi. Faqat shunga birib tamoq qiyma, yotoq kirib uxlayman. Burun ko'rishayotgan birodarlar bilan ko'rishamayman-da endi. Shular bir zarar yetib qolarmish deb. Shunda bir qo'rqinch ichida yashayman. Shu mezgilda o zulm kundan kunga ishib, o burun nayga o'tadigan yerga chas qo'ygan bo'lsa, o 11 shu mezgillarda shu uyning oldilariga ko'chadan kiradigan yerga ko'chning boshlarini tortib shunday Chazning mahallasiga kiradigan ko'chaning beshig'imi? Chazlarni qurganda. U qarab baqsaq chet ellarda davlatning mabishdan kirib abishini chiqadigan bir nurg'un yerda chaz bir narsa tekshirish ko'mdik. Lekin o'zimizningki vatanimizda o'zimizning uyimizga kirish uchun shunday bir xo'rlik uchrayapmiz. O'zimizning uyimizga. Hatta uyga matrapdan kirgil olgan, matrapni kirgil olgan. Shunda ko'chlarning taraf-tarafga darvozani qo'yib, tarafdan kiradigan bir yana shunda bir kiradigan qilib qo'yib, moyarning kirib uy kirib ketel desa, o ishni taqib olib kirgil qo'ymay, shunda jidallashib qolgan ahvolda bor. Bu bekroq bir narsa desak, tutib kirib solaydim. Shu qalbog'ni kiydirib. Shunda xorliqlar bo'lgandan keyin bu vatanning vaziyati kundan kunga hamda hozirgi vaziyatga silishsak u ish narsa emas endi. Shunda shu boshdan kechirganlarimda vatman. Xo'sh. Haqiqatan ish qilib inson yani bir xalq o'zininki tuprog'i, o'zining zimini, shu ziminda yashayotgan bir xalq o'zining egisi bo'lgan bir Uyg'ur 2 dan ortiq farzand bo'lib qolganligi uchun shu ziminga nupussiz, yer shariga nupussiz, qari nupus holatda va o'zining oilasiga, o'zining mahallasida erkin bo'lolmay boshqa shaharlarga berish u yoqda tursin. O'z mahallasida ana shunday qiyin qistoqqa uchrab yashayotgan bir xalq va bu xalq hamda shu ashundaq bir siqilish hayotidan qutulish uchun hamda qo'lidan kelgancha bu xalqning o'rnida qanday bir xalq bo'lgan bo'lsa chuqur mengib boqqan bo'ladi hamda har qanday bir yo'lni sinab boqqan bo'ladi chuqur hamda bu darajadagi zulmni
bevosita yashaganlar va shu qutilgan erkinlik erishgan 11 qarindoshimiz hammasi mana shunday farqli ichinishli hikoyalar va hammasiniki qissalar va beshidan o'tkazgan. Xo'sh, endi shunday qilib har ikki kilonlarning taqdiri shunday qor yo'li orqali chiqish girdabiga keldinglar. Uning keyinda nadinamdiki piyoda mangdinglar Taylandga. Birinchi qatim Taylandga qarab mangdinglar. Yoki ishkirdan vatandan tatib ishkir. Avval vatandan ishkirga kirimizda endi. Shu qechib buni organiza qildiganlar shu vatandan tatib bir Uyg'ur qilamdi buni. Yoki telefonda aloqa qilishib. Telefonda aloqa qilishib. Telefonda aloqa qilishib o'zimizning ba'zilar yaqin yo'q tanishlardi. Shu telefonda aloqa qilishib hamisi palaniya kiranglar deb shunday dedi. Shu yoki kirdik. Kirgandan keyin shu birimiz ketarlik pul bir narsani berdigan gapken. Shuni bergandan keyin shu ular shu Xitoy qochoqlar bilan tanishganda shu pulni shu Xitoylarga berdi ekan, ular bizni shu o'tkazib Xitoyning avval shu Xitoyning chegarasidagi odamlarni o Xitoylar setib olib, odam bediklari. Ha, odam bediklar setib. Ashuna o'tkazib, pach o'tkazishni. Eng avval o'tgan yerimiz Vyetnam. Vyetnamdan o'tdinglar. Vyetnamdan o'tdik. İşkinlarınki tanışışı şu yerden başlandı mı ya kesler? Ne tanıştın mı? Biz Taylandga kelgan vaqtda Taylandga turmut tanıştın mı? Turmutda tanıştık aslında. O mesela bana parça yo'l sedin qaldashdan. Parça boshqa buni. Ha. Xo'sh. Vyetnamda o'tib bo'g'icha yo'lda masalan qanday guruhlar bilan 10-20 dan salamdi yoki. Endi har xil yo'llar bilan saldik ekan, ba'zilarini 4-5 dan sağalan baki. Bizden 20 demle bir sağan endi. Vyetnamda tutilmadinglar, Tayland turmi kep. Tayland kirib bo'lgandan keyin tutilib qoldinglar. Xo'sh. Birinchi qatim tutilgan vaqtda o'z vaqtida xabar chiqqanda natijaga o'rmonliq tutilganlarni aytdingmi sizlar? He, shu 220 Uyg'urniki shu o'rmonliq tutilgan. Shu vaqtda axborotlarda kechasi o'rmonliqda tutilgan go. Shu jarayondan so'ng qancha kun bo'lgandan keyin tutildi, o'rmonliqda qanday yashadinglar? Bu zo'rliqlar masalan. Endi bu albatta har bir aşağıda kichik farzandlarimiz var, ayollarimiz var, qizlarimiz var, qayerlarimiz var degandek, mushunchalar zo'r bir sharoitda u yerda yemak ichmaksiz, o'tma qalayanmay o'rmonliqning ichida. Kunlarcha shuning ichida tug'an shu vaqtdagi xabarlar oldik biz hamda. Tutilgan jarayonlarni xabarlar chiqargan bo'ldik shu vaqtda. Shu o'rmonliqdan keyin qancha kundan keyin kelib shu yerda turayotgan vaqtda va qancha kun tug'andan keyin tutilib qoldinglar. Tutilib turmaga opirilgandan keyin nimalarni ko'rdinglar shu qislarni olsak. Shu Xitoy chegarasidan 2014 ikkinchi ayning 22-sida mangan. Xitoyning chegarasidan o'tgan kunimiz 2-ayning 23-sida. Shu atash bilan Vyetnamga o'tdik, Kambodjaga o'tdik, Kambodjadan Taylandga o'tdik. Taylandga o'tib har o'tgan yerda birdan pul to'lamsizlar yoki bir aqlam to'lab o'tamsizlar? Xitoyda bitilgan. Xitoyning chegarasida mangishning oldida bitilgan. Undan keyin Vyetnam Kambodjaga kelganda Kambodjada bitildi. Yerdan pulni to'lab bo'lgandan keyin elemani ular. Elemani Taylandga keldik, Tayland tutib 3-ayning shu 17-sidagacha shu 2-ayning 22dan tortib 3-ayning 13 shu atrofgacha shu yo'lda o'ymonliqda mashina mangan, endi bekilib degandek shu aniq o'ymonliqda o'tdi. O'ymonliqda yo'lda ular 3-ayning natijasigacha o'tdi. Bundan keyin amalim bekinlik oqshomliqda shu o'rmonliq yig'ilib qolgan natijaga inson biraqli yig'ilib qolganmi yoki 10-20 dan kelib yig'ilgan? 20dan 20-30 dan kelib yig'ilgan insonlar. Qancha kun qolib qoldinglar o'rmonliqda? O'rmonliqda uzun tug'anlarmi bor? Hatto 10 kun tug'anlarmi bor? Boshqa kelganlar mangmaydi. Og'adan kelganlar kelib yerga jo'g'lashadi. Shu aloqda. Bizni uzun yotib qolganlar bor.
Ahirisi 4-5 gün deb qolgandim ba, şu ahvolda. 600 adam bo'lib ketganda joylashib qochoq yo'tkimay vallanchi. Men shaxsan men kelgan vaqtimda shu ayollar, uşaq bolalar, ko'pinchisi ayol uşaq bolalar yashagan. Amildarlar bu aşı bir hafta en uzun to'g'anli bir oy to'g'andim bormi o'rmonda? Men shaxsan men shu 12 kun turdim o'dayim. Bu jarayonda masalan ya o't qolyapman, nima edi o'yatgan shu ko'rgan qiyinchiliklar shu edi. O't qolg'ili bo'ldi hamda azroq tamoq bir narsa qilish sharoit shu qochoqlar ancha-muncha bir narsa shu tamoq qilgan bir narsani ekib berganda shuni hamda yetishtirib ancha-muncha bir ish qilib turadigan gap endi. Xo'sh. Yomon to'yab kelmiz, ancha-muncha bir galdan o'tgan. Soğukmu keçidir? Yani soğuk istiqballar olsun da istiqballarda başta yılan ketkenmiz. Keçilikte soğuk bakıp soğuk oldu da hem de kıyınçılıkta olan küçük vallahi ayarla bak yarıca patatkan oldan yani. Vallahi uşak olgan gidince. Hoş. Ki andın o balqa yo'qolib ketgan aeroplanni izlash jarayonida sizlar bayqilib qolasizlar-ku. Shu vaqtda xabarlar chiqqan edi. Ha, shu aeroplandan dengiz bilan tekshirayotganda o'rmonliqda qarasa nurg'un insonlar. Shu o'rmonliqda o'tirsak, ustimizdan tikuchar bir chiqdimi o'tib ketdi. Lekin shu vaqt sizlib qolgan bo'lishimiz mumkin endi. Xo'sh. Shuning bilan hamda u yerdan Bayqaldan shu turmaga umumiy shaklda elib berilgan turmaga. U yerni olsa ham. U yerda tutilib shu biz nereden deb so'ragandan keyin biz shu mashanda do'qayni. Shuning bilan Turkiya konsulxonadan adam keldi. Kelib shu bizni nimalarimiz, arxivlarimizni turg'izib degandek bir sani qilib shu 3 kundan keyin bizni mahkamaga olib bordi, sotxonaga. Sotxona olib, sotxonada bizni sotlab, ondan biz shu jinoyatimizga iqror olib, avli kechirim qilib degandek azroq jarimani qo'yib bizga. Shu vaqtda jarimani to'lab biz ashulagan. Har bir odamga shu yana puldan shu Tailand pulidan 3000 ko'din jiqroq, 3000 baxtdan jiqroq pul to'ldi qo'ydim. Har bir odam uchun. Shuni to'lsanglar, butunlay asli ularning qonunida pasportsiz kelganlarni, shunday atilib qolganlarni turmaga qamaydigan uchun misol. Lekin bizga ham shu pul to'lash va o'zimiz shunga iqror bo'lish orqali bizni butunlay kechirim qildi endi. Kechirim qilib, eng qisqa zamonda sizni Turkiyaga yo'lga silib o'tamiz deb shu yerda Turkiyaning konsulxona elchixonadan odamlar bor billa shu sotxonada. Shunday qilib bizni sotxonadan chiqarib shu nima qildiganga Turkiyaga yo'lga soldiganga bizni vaqtliq tutib turadigan bir musafirlar idorasiga ekan. Sotxonadan chiqib shu yerga keldi. Demek yani aşağıda mı Xitoy tajovuzchilarining naqadar vahshiyligidan bularning askiyligidan agar qaytirib o'tilsa yoki Xitoylik desanglar masalan u yerdan chiqdik desanglar 5 yildan keyin ishni bilganliginglar uchun o'zinglar bizning aslimiz turk bo'lganligi uchun shu Turkiyadan bir xil butun dunyodagi muhojirlarninki mazlumlarninki yig'ilgan bir o'rni bo'lish bilan Türkiye bizni qutqizamikin deb o'sha turkiyalik dedim yani o'zim. Xo'sh. Yani to'g'ri tushunishik bir narsa hamda biz ham o'zimiz turk, Uyg'ur turklaridan albatta nurg'un qarindoshlarimiz bu yerda yashayotganligi uchun hamda Xitoyning vahshiyligini bilganligimiz uchun qarindoshlarimiz bu shaklda qiliqliq va Turkiyani qo'ldan kelgancha igi chiqib kelyotganlar hozirgacha. Xo'sh, uning keyindan bu jarayon qanday qilib keyin u yerda ishlar o'zgarib ketib, orliqda olib ketilganlar bo'ldi, Xitoyga topshirib berilganlar bo'ldi. Bu jarayon qanday yashandi? Bizni shu tutib ashyoga kirib qo'ygandan keyin Turkiya elchixonasidan keldi. Qisqa zamonda Turkiyaga elib ketamiz deb bizlarga umid berishgan bo'ldi. Shunday qilib shu saqlab o'tadiq hamda Alloh xolisa keyin kelibdiki cho'shak chiqdimiz degan bir umid orzu bilan. Shu bu nuqmada hamda vaqt uzrab ketdi.
boshqa gap so'zlam yo'q. Vaqt uzrab ketdi. Shu oraliqda ham Xitoyninki elchixonalardan keldi shu ashaga. Kelgandan biz ham qat'iy rad qilib kurashmay turib oldik. Shuning bilan shu yilning oxirlariga to'g'ri kelgan shu vaqtlarda ham shu Xitoydan bir demak Tailandga keldi, Lekachama başlaması. Şu kelib shuning bilan rug'lagan sohalarda tijorat kelishim imzolagan bo'ldi. Shundan keyin lekin bizning ishlarimiz chingib ketdi kundan kunga. Xo'sh. Uning keyin ham sizni muradoingiz qanday ekan? Topshirib berilgan jarayonchi. Onu şu 2015-gacha biz ularni to'xtatdi, Turkiya bilan Tailand deyishyapti, Turkiya bilan Tailand deyishyapti deb to'xtabdi deb to'g'riladi. Shu mazgilda 2015 5-oy mazgil shuning bilan turuqsiz shu ayol bolalarni sizlar Turkiyaga ketishlar degan nima bilan kichik bolalar bor, ayollar bor. Ularni shu vaqtda akatda biz turayotgan chegaraga yaqin yerda edik biz. Uni markazga akatda ularni. Xo'sh. Akatgandan keyin yerda ozgina bir ay turdimi ekan shular. 5 kun turibdi. Shu Ramazon mazgil ekan, Ramazon keydi shu vaqtda. Ondan keyin o ayol bolalarni shu vaqtda 180 daqiqani shu Turkiyaga chiqdi ular. Bizlar ham Turkiyaga da biz xursand bo'lib turdik shu vaqtda. To'g'andan keyin ma'lum bir kuni 2015 7-oyning 8-kuni shu kuni attiganda soqchilar yesimlarni ko'tarib deb oyimizda biz 40 nachidak 50 ga yaqin 49 odamlik bir kamerada. Biz 20 nachimiz qoldik, qolganni oyimizning yesimni to'g'labligini, ismini qishqibligini akatda Turkiyaga ketishdi deb. Qarindoshlarimizni akatda bizlarga bedam gap qilgan bo'ldi, sizlar 15-20 kundan keyin Turkiyaga chiqdingizda. Bularni hozir aldolan bular chiqdi, undan keyin sizlar chiqsizlar dedi. Abda biz xursand bo'lib turdik. Shu mazgilda kech olganda shu ertasimiki ya shu kuni kechimiki bolalarning qaytilib ketganini biz angladik hamda. Xabarni oldingizmi yoki bizda boshqalarni angladik, bizda telefon yo'qdi. Boshqa kamerada, boshqa millatlarda telefon bor edi. Biz avval mangan kuni ketgan ekan. Biz merdama Turkiyadagi yaqin yo'qlar bilan aloqa qildik-da, qilgandan keyin ular mushunda bo'libdi degandan keyin bizga bir qo'rqinch, vahima, bir qattiq bir echinishlik bir kun bo'ldi-da. Shuning bilan bizmi qattiq ko'nglimiz yerim bo'ldik. Shuning bilan shu yerdagi qarindoshlarimiz hammamiz anladik, ko'nglimiz sindi. Shuning bilan shu iltijo qilishga boshlagancha ta aşk qochilib qutulib chiqib bo'lguncha nima shu biz hech qanday nima qolmagankidan ham Allohga shu duo adim bilan duo xos asosan zikr tasbih etish bilan duo uxlaymiz, qopimiz, ibodat, duo qilamiz. Qashimizda ancha-muncha bilimli qarindoshlarimiz bor edi. Shu qarindoshlarning yetaklashi bilan asosiy o'zimizga qilgan vazifa shu Cuma kunlikdagi Cuma vaqtida asrdan keyingi yomg'ir yoqqan chog'da kechalarda qo'pib qiladigan ibodatlar hammani tartibga solganda faqat tamoq yeymiz, uxlaymiz, undan boshqa vaqtda boshqa paranglimiz yo'q. Qarindoshlarimiz Qur'on yodlaydigan asosan duoni hammamiz makalashib shu iltijo qilgancha shu belashib kech kunduz Allohga yig'lab har qanday ahvolda ish qilib haqiqatan Allohni bakso yig'lab turdik hamda. To'g'andan keyin ta hozirgacha 2017da 11-20 kunga kelguncha bizlarni Allohning fazli marhamati bilan shu yerda Alloh saqlab qoldi. Bizlarga Alloh bir chiqish yo'li berib shu ma'lum sabablar tufaylidan bizda bir kameraga o'tkazgan bo'ldi bir yerga. Shu 2017 11-20 kuni Allohning fazli marhamati bilan shu teshikni teshib chiqishga muvaffaq bo'ldik qarindoshlarning. Alloh har bir ishimizni oson qilib berdi. Buningda asosan
bizga shuning ichida qashimizga yaxshi birodarlar, olim birodarlar tushunadigan bo'ldi. Biz shu har qanday shoyatda biz nimaga bo'lgan bo'lsak, shuni qilishimiz kerak. Bizga hech qanday ibodat emas, faqat mishan chikitish degan qarash bilan shu Qur'oni Karimdagi Sura Anbiyodagi 88-oyat shu Yunus alayhisolamning voqealigini qilib, biz mushu g'amda o'tganmiz, Alloh chuqum qutqizmadi degan shu qarash bilan hammamiz asosan o'zimizga vazifa qilib, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin degan shu tasbihni aytish bilan bo'ldik asosan. Shuni aytamiz, yiqilib hammamiz duo qilamiz. Kecha, kunduz, yomg'ir yoqqanda, juma vaqtida, qaysi vaqtda duo ijobat desa, shu vaqtni duo qilib degandek, shunday o'tkazdi hayotimizda. Shu vaqtda endi so'rab turgandan keyin biz Allohdan aytaymiz, so'raydiganimiz, ey Alloh bizni butun xalq olamda mushu Xitoydan bo'lgan iborat bo'lgan bu vahshiy jonlarlar bizlarni tiruvchi va boshqa qalpoqlar bilan qaylayotdi bizni o'z bazdan bilan bularning oldida oqlab qutqazgin ey Alloh deb kecha kunduz so'radik. Shuning bilan Alloh bu chiqish yo'lini berdi. Allohning fazli marhamati bilan shu Malayziyaga chiqqandan keyin shu Malayziyaning eng katta boshliqligi bilan bizni mana gunohsiz insonlar ekanda, shu cho'ng boshliqlar bular gunohsiz insonlar oqlab qo'yib berdi. Demak, shunda belishib har qanday sharoitda shu qilishga tegishli bo'lgan ishni qilganlik, Alloh yilinib, yolvorib shu so'rganlik ham undan boshqa shu muhojiratga barcha g'arib qarindoshlarimizni bizning haqqimizda qilgan solih duolarining fazli marhamati bilan Allohning ijobat qilishi bilan Alloh bir chiqish yo'li deb 2017 11-20 kuni shu tushkun sog' salomat chiqishga muvaffaq bo'ldik. Haqiqatan ham Rabbim uzun bir yillik hayotni qatma-qat ig'irchilik bilan o'tkazdilar. Nurg'un beshinglardan tajriba o'tdi ham deb. Ammo shu turmadan Taylandda bo'lsin, Malayziyada musulmon qarindoshlarimiz ularningki turmadagilarga nimalar musulmon bo'lgan ekan, yaxshi muomala qilamiz. Chunki Taylandda masalan turmaga gundi paylar tarafidan bu yerda urib tillashga, xo'rlashga bunday uchurdinglarmi yoki bunday ish bo'lmadimi? Bo'lmadi. Bunday ishlarni asosan bizdagi boshqa yerdagi bolalarni o'qimaymiz, u bolalar qanday kunni ko'radi. Ammo lekin xususan qarindoshlar bilan bizda tug'an yerda ular asosan bizlarni bo'za qilib urib va xoylab dafsandilar qilmadimi? Tamoqlaringlarchi musulmonlar gapiramdi tamoq. Musulmonlar gapida Taylandda bir musulmonlar borkan shayx deydigan. Shu kishilar haqiqatan ko'p yaxshilik qildi, u kishilarga Alloh razı bo'lsin. Hem bizning qarindoshlarimiz bu tashkilotlar ziyorat qildi-ku nurg'un qatimlar qilib. Shu ishlardan ba'zi ko'rish, ba'zi ko'risholmay degandek. Shu bolalar qaytib ketishdan oldida ziyorat qilib turgan. Bolalar qaytib ketgandan keyin bizning hech qanday bir kishilar bilan ko'rishtirmadi bular. Xo'sh. Demak, yani mushadim bir ta'kidlashga kerak bo'lgan narsa dunyoda hamda Xitoy tajovuzchilaridek Xitoydek vahshiylikda uchiga chiqqan mahluqotning yer sharida yo'q ekanligini bildiradigan yana bir narsa o'tirib chiqilmishadi. Boshqa bir davlatda tutilib qolgan bo'lsa-mu, dini o'xshash bo'lmagan bo'lsa-mu Taylandda masalan, bu yerdagi tutilib qolgan bu tutqunlarga undaq insonning sirtida, insonlikning sirtiga chiqadigan bundaq xorlash, urib tillash bunda bu ishlarningki aşı davlatlardan bo'lmaganlik. Yani shuni xiyol qilaylikki, biz Xitoyning qo'liga tushib qolgan bir inson, Xitoyning qo'liga boshqa bir davlatdan eqib kelib qonunsizlikdan tutilib qolganlar emas, o'zining millatidan bo'lgan, bizga o'xshash, bizni azaliy dushmani ko'radigan bizdek biroz tutilib qolsa-ku, uning shu turmaga kirib chiqqan qarindoshlarimizning nurg'un fojialarini angladinglar. Suhbatlarda bo'ldik. Yani inson tasavvur qilsa darajada o qizvol bo'lamdi, qeyri ayol bo'lamdi, uningga qilingan ishtilik qilingan muomalaning vahshiyligi hamda tasavvur qilolmaydi. Yani bir insonning qo'lidan bu qadar vahshiylik kelamdi, qila olamdi bir inson deb u yerda bo'layotgan bu fojialarga, jinoyatlarga insonni ishontirib olmaydigan darajada hamda. Bizga azaliy dushmaniga bo'lgan bizga buni qildi Xitoy, hatto o'zining millati bo'lgan shu Xitoylarga ham shu turmadagilarga qanchalik vahshiylik qilganligini butun dunyo bildi. Xitoylikning yani inson tabiatidan chiqib ketgan,
Yani insanilik bir tuygu, insanilik bir nesninki asla onun mevcut emasligi Xitoyning hokimiyat sistemasida bu narsani uchuq tushunib olib bo'lib bir odamdi. Shu turmada yotgan bo'lsa-mu Taylandda, masalan, yillarcha yetib, keyin Malayziyada yetdi. Bu yerda ta ahlinib chiqib bo'lish bo'lgan arliqda hech qanday xorliqqa yoki islomiy jihatdan ibodatni ado qilinmaslik degan bir ish mumkin emas endi. Bu mis Tayland bir Budda davlati bo'ldi. Hamma yer qarsanglar ko'chalarda maqsanglar, hamma yerda shu but, nagil qarsanglar but va shu butga e'tiqod qiladigan bir davlat. Ammo lekin mening dinim o'xshamaydi ekan deb u yerda yashayotgan musulmonlarga bu qadar vahshiylik, ya'ni Xitoyga o'xshash pastandalikni qilmaydi endi. Yani hatta özü türmünün içi diye Müslümanlar kirip kalan bolsa, Müslümanlar şu yerki cemiyetler yoki başkaları Müslümanca tamakını akirip yiyaleydigan, özünün ibadetini 5 vaqt namazını joyida ado qilib o'qilaydigan bir sharoit var endi. Qanchalik bir sharoitda qandaq bir vahshiy diktator, qandaq bir vahshiy zulmning ostida Uyg'ur xalqining ezilayotganligini, yashayotganligini bildirgan bir narsa bu. Xo'sh, endi siz biraz söyleseniz nimemde. Tayland'ın ahir düşüne kılbamda kaçışını plan kıldım hamda. Kaçıp adam bakda tüşüne kılıp kaçıp sizlerle. Kaçıp kaç günden ki Malaysiya'ya yettanla Malaysiya'ya uyuşup bağdanla bir yerdeki böyle hikayeyi biraz anlatsak.